Barchamizga kirib kelgan muqaddas Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ramazon oyida har birimiz ibodatlar bilan, Qur'on xatmi bilan mashg'ul bo'lamiz va bu bilan birga organizmimizni, nafsimizni, qalbimizni poklaymiz. Va albatta ibodatlarda qoyim turishimiz uchun bizga yetarli miqdorda kuch kerak bo'ladi. Buni o'ylab kompaniyamiz biza musulmonlar uchun Ramadan Pack'ni chiqarishdi. Universalning produkti ichiga jamlangan atigi 4 tagina mahsulot. Birinchisi Coral Mine, bu men eng sevimli mahsulotim. Organizmdagi suv balansini to'g'rilab, ishqoriy mineralligi va mikroelementligi, elektrolitligi organizmni hujayra miqyosida boyitib beradi va organizmdan toksin shlaklarni yuvib chiqarishga yordam beradi. Coral Mine Yaponiya orolidan olingan marjon suv hisoblanadi. Oshqozon muhitini kislotniy muhitdan ishqoriy muhitga aylantirib beradi. Keyingisi papaya. Papayani tarkibidagi papain fermenti ovqat hazm qilishda ishtirok etadi, ich qochishni kamaytiradi va immunitetni oshirishda yordam beradi. Lecitin bu organizmdagi eng muhim yog'simon moddalardan hisoblanadi. Asab sistemasini yaxshilaydi, xotirani va diqqatni kuchaytirishga yordam beradi. Ayniqsa Qur'on tilovat qilayotganda juda ham ichish tavsiya qilinadi. Stresslarni kamaytiradi, charchoqlarni oldini oladi va jigarni himoyasi hisoblanadi. Jigarni yog' bosishdan, xolesterindan saqlab qoladi. Keyingisi spirulina. Spirulinani tarkibida 60-70 o'simlik oqsili mavjud. Bu sizga kun davomida energiya beradi, ro'za tutayotganingizda charchoqni kamaytiradi va kun davomida sizni tetik holatda ushlab turadi va qonni, gemoglobinni ko'paytiradi. Ibodatlarni yanada chiroyli ado etishimiz uchun Ramadan Pack bizga juda ham zo'r yordam beradi. Yaqinlaringizni, ota-onangizni Ramadan Pack bilan xursand qiling.